Yo-moyo, yorug' tushibdi. Hatto yorug' tushganini ham bilmay qoldim. Yo-moyo, derazalarni ochish kerak. Stop. Uyim oldidan kim o'tib ketdi? Yo-moyo. Umuman bu kishi kim? Xolodilnikdan nimaga unaqa narsalar ko'rinyapti? Alekskin, xullas короче. Nima bo'ldi? Assalomu alaykum, siz kimsiz? Meni taniy olmayapsanmi, Tayber? Yo'q, tanimadim. Uzr, siz Baribir kimsiz? qishloqdan ketasan. Qarab tur, meni gapim to'g'ri chiqadi, sen bu qishloqdan ketasan. Keyin seni ko'ramiz ahvolingni. Yo-moyo, o'zidan o'zi kelib nimalar deydi menga? Hayronman. Qishloqdan ketasan, bunaqalar deydi. Umuman shu narsa, bu derazalarimni ochgan edimu. Mayli, yana shu narsa chiqyapti. Nima bunaqa bo'lyapti? Hayronman. Stop. Soat necha bo'ldi o'zi? Yo-moyo, soat 7 bo'lib ketibdi. Voy, soat 7 bo'ldi, 7. Xo'p, mayli, baribir hech narsa bo'lmaydi. Xo'p, endi esa ishlarimni qilib olishim kerak edi. Ishlarim juda ham ko'p. Avval bu yerdagi o'sgan sabzilarni olib olaman. Bu yerda yaxshi o'sgani bor ekan. Bu yerda ham yaxshi o'sgani bor ekan. Chunki o'sganlarni olsam, o'smaganlar sal tezroq o'sadi. Yaxshi, bo'ldi, yetadi. Yo-moyo, ko'zim, yo-moyo, ko'zimga nima bo'ldi? Yo'q, bitta ko'zim hech narsani ko'rmayapti, hamma yog'im qon-ku. Nimalar bo'lyapti? Yo-moyo, yana kim chaqiryapti? Sabzilarimni qo'yib olishim kerak edi axir. Yo-moyo, qishlog'i senga nima bo'ldi? Bilmayman, ko'zlarim judayam g'alati bo'lib og'riyapti juda ham. Ha, tushundim. Endi bo'lmasam merga aytishing kerak. Bor tezroq merning oldiga. To'g'ri aytasan, voy dod ko'zlarim. Bor tezroq, avval uyingga kirib chiq, keyin merni oldiga borasan. Yo-moyo, qishlog'ining o'ziga nima bo'ldi? Stop. Bu qishloqda nimadirlar bo'lib ketyapti. Nima bo'lishi mumkin o'zi asli? Umuman tushunarsiz. Eshikka chiqib oldim. Endi esa nima desam bo'ladi? Sizlar kimsizlar? Biz bilan yurishing kerak. Bo'l tezroq merni oldiga boramiz. Men merda ishim yo'q-ku axir. Yo-moyo. Bo'l tezroq. Mana kelyapman. Yo-moyo, mer meni nima qiladi? Tushunmayapman. Yo-moyo, bu yo'llarimizni ham asfalt qilishmagan. Nima bo'lyapti? Nimaga meni bu yerga olib kelishdi? Yor deyapman. Xo'p, mana kelyapman. Assalomu alaykum, mer, nima bo'ldi? Seni qishloqning ko'zini uzib olishdan ayblaymiz. Nima, men? Chunki sen qishloqqa juda ham yaqinsan va sen bu ishni qilishing mumkin. Boshqa hech kim qilmaydi. Qishlog'imizda o'zi qanaqadir odam paydo bo'lib qo'ygan. Sen hech qanaqa gapingni eshitmayman. Tezroq yo'qol, ko'zimdan qaytib bu qishloqqa kelma. Nima? Senga aytyapti-ku mer, bo'lmasam tezroq ket. Nima desam bo'ladi? Yo'qol bu yerdan. Nima? Haydab yuborib zo'rish qildi. Yo-moyo, nima meni haydab yuborishdi bu qishloqda? Umuman tushunarsizlar lekin vapshe. Men nima qildim u qishloqqa? Hatto deganim ham yo'q. Endi bu qishloqdan ketishimga to'g'ri keladimi? Yo'q, endi nima qilaman? Shaharga ketishimga to'g'ri keladi. Yana shaharga boramanmi? Shaharda juda ham g'alati, noodatiy narsalar juda ham ko'p. Qanaqadir mahluqlar chiqqan men oldimdan. Mayli, iloji yo'q. Endi esa shaharga borishimga to'g'ri keladi. Xayr, 13-qishloq. Juda ham qishlog'imni sog'inib qolaman. Endi iloji qancha? Baribir ketishimga to'g'ri keldi-da. Mayli endi. Shahar Tower binosi. Seni tabriklayman, Tayber. Bizning jamoaga xush kelibsan. Bizning jamoada juda ham katta pul topishing mumkin. Mana bizning jamoa. Ha, to'g'ri, jamoangiz juda ham keng ekan. Faqat menga juda ham g'alati qarashyapti. O'zi hammasi shunaqa qaraydi. Yangilarga shunaqa qarashadi. E'tibor berma, meni oldimdan kelaver. Xo'p, sen bu yerdagilar bilan tanishib, inoq bo'lib ketasan degan umiddaman. Ungacha men o'zimni xonamda bo'laman. Agar biror narsa kerak bo'lsa, meni xonamga bemalol chiqishing mumkin. Xonam shu undan keyingi bitta xona chiqadi, ya'ni eshigini rangi jigarrang, o'zing bilsang kerak, shu yerda men yashayman. Ha, bo'pti. Yaxshi, men bu yerdagilar bilan yaqin bo'lib tanishib keta olamanmi? Umuman tushunarsiz. Xo'p, men bo'lmasam ikkinchi tezga chiqib yursambigina. Yaxshi, chiqib yursam ham bo'ladi. Yo-moyo, juda ham go'zal. Gumbaz, juda ham chiroyli ekan qishloq. Shahar. Qishloqdan ko'ra ancha chiroyli demoqchi edim. Juda ham go'zal.
Xo'p, endi menimcha tanishib ketsam bo'ladi. Xo'p, mana endi pastga tushib olaman. Yo-mayo, bu yerda 3 kishi bor ekan. Salom hammaga. Salom. Nima gap, yaxshimisan? To'g'risini aytsam, men bugun juda ham boshim og'riyapti. Tezroq ketib olsam yaxshi bo'lar edi. Salom, mening ismim Lookout. Bu yerdagi o'zi hamma shunaqa, teleport qilishni ham o'rganadi. Sen ham biz oldimizga kelganingdan so'ng endi menimcha teleport qilishni o'rgansang kerak. Bo'pti, men ketdim. Aha, juda ham yaxshi. Men ham teleport qilishni o'rganib olsam yaxshi bo'lar edi. Xo'p. Yo-mayo. Stop, men oldimga kim kelyapti? Sonicmi? Sonic? Yo'q, u ham teleport qilishni bilar ekan. Men esa teleport qilishni bilmayman. To'g'risini aytsam, bu yerda salgina shubha bor, lekin e'tibor bermaymiz. Balkim shubha yo'qdir. Men ham tezroq teleport qilishni o'rganib olsam zo'r bo'lar edi. Qani edi? Lord, siz nega meni bu yerga chaqirdingiz? Senga sovg'a borligi uchun chaqirdim. Bu yoqqa dur. U oldimi? Endi men bu yerdan ketaman. Menligimni sezishmaydi. Mana Tayper bizning jamoaga qo'shilganiga 2 kun bo'libdi. Xo'p, senga esa bu yerda yangi va chiroyli uy sovg'a qilamiz. To'g'ri, juda ham katta hamda chiroyli ekan. To'g'ri, juda ham katta. Sen birinchi kira olasanmi? Yo'q, o'zingiz kiravering. Qara, bu yerda hatto ikkinchi etaj ham bor. To'g'ri, ikkinchi etaj ham bor ekan. Menga juda ham yoqdi. Qarang, juda ham katta. Sen o'zing bu yerda tanishib borasan degan umiddaman. Bo'pti, men ketdim. Bo'pti, xayr. Lekin aniq bu yerda bir gap bor. Kechagina biz bilan Jo'xa degan bola yurgan edi, lekin bugun yo'q. Bu qishloqda bir gap bor, aniq. Nimagadir umuman tushunarsiz. 100% qanaqadir bir gap bor-da. Nima sababdan u birdaniga yo'qolib qoldi? Nima bo'layotganini tushunmadim, lekin menda bir balolar sodir bo'ladi.